muborak bo'lsin. Baxt va omad keltirsin. Hamma doimo kulib, xursand bo'lib tursin. Assalomu alaykum. Mana bugun konsert dasturimiz. Hammani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Omad tilayman, bolalar. Kelayotgan Navro'z bayramingiz bilan tabriklaymiz. Mana bugungi ko'rsatuvimizga, bayramimizga hammangizni taklif qilamiz. Barchangizni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. O'zim nomimdan va qolaversa butun sinfdoshlarimiz nomidan sizlarning yangi yil, ya'ni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Kelayotgan Navro'z ayamingiz muborak bo'lsin. Bu bayramda barcha o'quvchilarni ushalmagan orzulari ushalishini xohlayman. Barchangiz bayramingiz
Hurmatli va aziz o'quvchilar, o'qituvchilar, bugungi bayramimiz ishtirokchilari, mana bugun ertaga Navro'z bayrami butun yurtimizda, butun tinchliksevar xalqlar bugun erta indin 21-mart Navro'z bayramini ko'tarinki ruhda bayram qiladi. Shu munosabat bilan bizni 3-o'rta umumta'lim maktabi ham bayram dasturiga yig'ilganmiz. Kelayotgan bayram bilan barchangizni, barcha o'quvchilarni, o'qituvchilarni, o'quvchilar timsolida ota-onalarini, maktab ma'muriyati nomidan, maktabdagi barcha tashkilotlar nomidan qizg'in tabriklayman. Uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Doimo sog' bo'ling, har kuningiz doim Navro'z bo'lsin. Rahmat ma'lum. Assalomu alaykum. Ushbu koshonga yig'ilgan aziz ota-onalar, aziz o'qituvchilar, aziz o'quvchilar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana yurtimiz bo'ylab yasharish, yangilanish, ongimizda, ko'nglimizda, tabiatda Navro'z an'analari kirib kelyapti. Shu munosabat bilan sizlarni hammalaringizni maktab ma'muriyati shaxsan o'zim nomidan, chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Sizlar sinflaringizda, oilalaringizga tinchlik, omonlik, dasturxoningizga fayz va baraka tilab qolaman. Bu yilgi Navro'z bayrami biz o'qituvchilar uchun aytaylik, hayotimizda, ish faoliyatimizda unutilmas bayramga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz shu bugun maktabimizning bitiruvchi o'quvchilari tomonidan tabrik xatlari oldik. Shuni mamnuniyat bilan sizlarga o'qib bermoqchimiz. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Biz 11-A sinf o'quvchilari Navro'z bayrami bilan barchalarimizni tabriklaymiz. Barchalaringizga xursandchilik tilaymiz. Baxtimizga sizlarni hamisha sog' salomat bo'lishlaringizni Allohdan so'rab qolamiz. 11-A sinf jamoasi. Quyosh charaqlaydi moviy osmon, hofiz qo'shiq aytar, raqs etar jonon. Navro'z jon buyugi kelishing boshqa. Hurmatli aziz va mehribon jonpiyoz ustozlar, sizlarni bahor bayrami, Navro'z olam bayrami bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga uzoq umr, sihat salomatlik, oilaviy baxt, dasturxoningizga to'kil sochillik, ishlaringizga omad tilaymiz deb qoluvchi 11-B sinf o'quvchilar jamoasi. Haqiqatan ham Navro'z bayramining biz o'qituvchilar uchun bu yilgi kelishi boshqa bo'ldi. Bu bizning hayotimizda, ish faoliyatimizda unutilmas voqeaga aylandi. Shu munosabat bilan biz ham bu aziz o'quvchilarga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirgan holda So'q bo'layotdi O'zbeklar jamiyati tomonidan chiqariladigan shartnoma jurnali bilan mana shu o'quvchilarimiz jamoasini biz ham o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilar tomonidan esdalik sovg'asi sifatida topshirishga ijozat bergaysizlar. 11-A sinf boshlig'ini davraga taklif etamiz. Marhamat. Shu munosabat bilan 8-B sinf boshlig'ini ham taklif etaman. sinf boshlig'i ularni ham sovg'alari bor. Marhamat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Navbatni bayram dasturiga beramiz. Marhamat. 10-A sinf o'quvchilariga navbatni beramiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Navro'z olam muborak. Barcha yurtdoshlarimizni ushbu ayyom bilan muborakbod etamiz. Alineda sizlar bilan birga. Assalom yuzlari yorug' Navrozim. Assalom tong kabi otgan Navrozim. Assalom xalqimning mehnatkashlari. Assalom xalqimning qahramonlari. Assalom yurtimning o'g'il qizlari. Assalom kechamiz mehmonlari. Avvalambor assalomu alaykum davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Bahor ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum shodiyonamiz mehmonlari va ishtirokchilari. Sizlarni kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan chin dildan samimiy tabriklaymiz. Aylabon, lutfu karam Navro'z olam keldilar. O'smadan qoshi qalam Navro'z olam keldilar. Bir ajib his uyg'otib, irmoqlarning xonishi kuylashib savtu ajab Navro'z olam keldilar. Salom senga Navro'zi olam. Salom senga eng go'zal ko'klam. Salom senga mehnat bayrami. Salom senga bahor ayyomi. Navro'z o'lkamiz bo'ylab kezmoqda. Barchaning yuzida bahor nafasi, doshqozonlar osilgan, ko'ksomsalar yopilgan, butun xalqimiz bahorona kayfiyatda. Dillarimizga quvonch ulashib, fayzli diyorimizga Navro'z keldi. Ona tabiatga uyg'onish, nafosat bag'ishlab keldi. Dillarimizga quvonch ila yasharish, poklanish, hayotga tashnalik hislarni uyg'otib, bahor bayrami keldi. Navro'z kelishi bilan o'lkamizning ko'rkiga ko'r qo'shildi. Dala va bog'lari ko'k libos kiydi. Sumanagu yalpiz somsa, anvoyi bahor ko'katlaridan tayyorlangan turli tuman taomlar bilan bezatilgan Navro'z dasturxoni o'rtasida ko'ngil istagan kishilar bilan o'tirishga nima yetsin? Navro'z yangi kun, ya'ni yangi hosil yilining birinchi kunidir. Qadimiy afsonalarga qaraganda Navro'zning vujudga kelishi odam ato va momo havo uchrashgan kun deb tan olingan emish. Firdavsiyning Shohnomasida esa Navro'zning vujudga kelishi Shoh Jamshid nomi bilan bog'lanadi. Vaqt o'tishi bilan bu bayram rivojlangan, unga mos kun aniqlangan. U yilboshi vazifasini o'tay boshlagan. Ana shundan boshlab Navro'z nishonlanib kelinadi.
Sen hayot ibtidosi, ko'klamning ilk nidosi, tarovating benazir, sen go'zallik dunyosi, ko'rib quvonar ko'zim, xush kelibsan Navruzim. Bugun shodona kecha, Navro'z olam, orziqib kutilgan navbahor to'yi. Assalom yangi yil, assalom bayram, senga talguvchi yuraklar kuyi. Tabiat oppoq ko'ylagin kiydi, dillar go'zal bir uyg'uni tuydi. Yigit qiz qalbiga muhabbat indi. Assalom Navruzim, yurtga marhabo. Navruz sen yangi kunsan, o'tmish emas bugunsan. Ishqparast ko'ngil uchun notakror bir husnsan. Seni sog'indim o'zim, xush kelibsan Navruzim. Navruz shudu lolay xushrang baromad, bulbul ba tamoshoyi dafu chang baromad. Murg'oni havo jumla bikardan parvoz, murg'i dili man az qafasi tang baromad. Nomingga ko'p qo'shiq to'qildi, quvnoq dilbar she'rlar o'qildi. Ro'yi zamin gullarga to'ldi, bahor seni juda sog'indik. Kelsang kulfat surulari, sog'indosh ham surulari, senalardan qo'msagan chin inson qadring bilar, dillarga berib tuzum, xush kelibsan Navruzim. Bizni davraga olib chiqqan ustozimiz Abdumalikovani sahnaga taklif etamiz. Siz ustoz bizni shu davraga olib chiqqan. Siz bizga shu sahnani tanitgan. Navro'zingiz bilan qutlaymiz bugun, barcha yaxshi niyatlarni tilaymiz bugun. Bizning shu holimizga keltirgan ustozlardir, dunyo ilmini tanitgan. Bebaho ustozlardir, dunyo ilmini o'qisam shunday deb yozgan ekan, hatto buyuk faylasufning ustozi bo'lgan ekan. Sinfdan beri o'qib kelayotgan Abdumalik va Nazira ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni kamchiligimizni bildirmay, hamisha xatolarimizni to'g'rilab kelgan, o'z farzandidan ham ortiq ko'rgan ustozimiz Abdumalikovga ming ta'zim qilamiz. Hozir bo'lsa-da sovg'amizni qabul qilishingizni so'raymiz. Marhamat, sovg'angizni oching. Xuddi shu suratdek sizga ham hajga borish nasib qilsin. Har kuningiz Navro'zingiz virus bo'lsin. Navruzim bayrami bugun, rang-rang gullarga burkangan olam. Bug'doydan sumalak qaynatar bu kun, yashillik bag'rida yayragan odam. Ashula Navruz Melqulov islom ijrosida.
Ashilla Rustam opa, Haydar Aliyev, raqsida sinfimiz qizlari. mbkstudio.uz Bozordan sang'ich olib chaynab kelar lalaqon chiroyi yar yonib yayrab kelar lalaqon Bozordan sang'ich olib chaynab kelar lalaqon chiroyi yar yonib yayrab kelar lalaqon Sollanib o'ngga boqib nozlanib so'lga boqib Sollanib o'ngga boqib nozlanib so'lga boqib ko'zlarida oshig'im tanlab kelar lalaqon ko'zlarida oshig'im tanlab kelar lalaqon Bozordan sang'ich olib chaynab kelar lalaqon chiroyi yar yonib yayrab kelar lalaqon Bozordan sang'ich olib chaynab kelar lalaqon chiroyi yar yonib yayrab kelar lalaqon Yuzta qizni ichidan ajrab turar voajab Barda ichidan husni yashnab turar voajab Yuzta qizni ichidan ajrab turar voajab Barda ichidan husni yashnab turar voajab Belbog'imda bodom bor chaqirib kelsa yor nozi kelar o'zi yo'q nokelar mayda yor Belbog'imda bodom bor chaqirib kelsa yor nozi kelar o'zi yo'q nokelar mayda yor Bozordan sang'ich olib chaynab kelar lalaqon chiroyi yar yonib yayrab kelar lalaqon Bozordan sang'ich olib chaynab kelar lalaqon chiroyi yar yonib yayrab kelar lalaqon mbkstudio.uz Yoring bo'lay desam ko'rmaydi ya ne qilay boshqani sevay desam bo'lmaydi ya ne qilay men yoring bo'lay desam ko'rmaydi ya ne qilay boshqani sevay desam bo'lmaydi ya ne qilay bog'ining bog'boni bor qalbining qurboni bor lalaqonning mendayin sori bor bedori bor bog'ining bog'boni bor qalbining qurboni bor lalaqonning mendayin sori bor bedori
bo'ladi. Kulgan inson ko'p umr ko'rar ekan. Kulgan inson nafaqat o'ziga, balki atrofga, tabiatga ham husn bag'ishlab turar ekan. Shu sabab kulgu bekati sinfimiz yigitlar ijrosida marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, durustmisiz? Sovchilikka keldik. Xush kelibsiz. Sizda bulbul bor ekan. Bizda esa gul bor. Unashtiraylik. Mayli. Chaqiring yigitni gulanimday choy damlab kelsin. O'g'lim choylarni kel. Assalomu alaykum. Mana choy o'z qo'llarim bilan damlayman. Aylantirib beraymi? Ayyo. Kerak bo'lsa men shu yerda. Mayli. Alo. Ha, kelishdi. Kim u? Adaysan? Ha, tog'azdami? Men nima deyman? Adam bola, adam haqiladi. Tomosha qiling, chimildiq. O'rta mashinga kirasan hozir. Mana shu bu apparat senga hammasini o'rgatadi mana shu. Sanki-ku. Mana bir robot. Ha. Bu knopkani bossang o'zi qonun foydalanadi. Bo'pti, men ketdim. Assalomu alaykum. Chimildiqqa xush kelibsiz. Добро пожаловать Chimildiq. Qozoq chimildiqqa xush kelibsiz. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing. Qozoq tilini tanlash uchun ikkini bosing. Ha, men. Siz o'zbek tilini tanlaysiz. Qonun qoidalar bilan tanishtiramiz. Kirganingizdan so'ng birinchi masini yechasiz, ikkinchi bo'lib asal yeyasiz, uchinchi bo'lib mashg'ulda ichirasiz, to'rtinchi bo'lib qonun qoidalar bilan tanishtiramiz. Kirganingizdan so'ng masini yechasiz, ikkinchi bo'lib asal yeyasiz, uchinchi bo'lib mashg'ulda ichirasiz, to'rtinchi bo'lib qaynana haqida ma'lumot beramiz. Qaynana yo'q. Ya, menda bor. Bu xorijda. Qaynatalar bilan yuribdi. Qaynatalar bilan yuribdi. Yo, seriosno, qaynatalar bilan yuribdi. Menga farqi yo'q, qaynatalar bilan yuraman, boshqama yuraman. Men kirishim kerak u yoqqa. Qizni ko'rishim kerak. Qozoq chimildiqqa xush kelibsiz. Menga qozoqning farqi yo'q, kirishim kerak deyman men senga. Kirasanmi? Ha. Shilpam, ber kel. Hay, sen qaylarda jiribsan? Tanishinglar, bu mening yaqin do'stim asldan general. General bo'lsa nega informasiyani kimiga? Bu Astafqaga chiqqan. Bu pistolet atisini biladimi? Bu pistolet atadimi, atmaydimi? O'zsan birinchilik bormi o'zi? Bor. Onda atadi. Oldin sizlar kiringlar, tanishsinglar, atsinlar. Bu nimaga kuchi yetadimi? Ha, yetadi. Olimga tash. Marhamat, tomosha qiling, gap yo'q tiryapsiz. Yigitni guli, bu ko'chadan boshqa o'tmang. Ekib qo'yamiz. Ko'karib chiqmang tag'in. Sharmandani hidi kelyapti. Yarash. Tez ko'z oldimda yarashlaring. Senga nima yarash? Siz oldin Parkentda uzun terib oling, keyin Parijga borasiz, to'g'rimi?
Bularning kim edi? Men chaqirgan. Buni qara, kattalarini ahvolini qara. Yerdan sarasa bir yerga chiqmaydi, chap ketganlar. Eskamiz bu gaplarni. Новый год – это Навруз. Дарить здесь надо не арбуз. Можно вручить клевый цветок, еще вы придайте поздравок. Чтоб в жизни не было врагов, выжать семени без долгов. На столе был сумаляк и защищал всегда Аллах. Работу легкую, без нервов, детей красивых примерно, а кармане дорогой, а в банк счет, чтоб был большой. Fasllar kelinchagi, ochilib gul chechagi, xushnud etib dillarni, sayratib bulbullarni,
tabiatning malagi, keldingmi bahoroyim, pok qalbimning tilagi, keldingmi bahoroyim, jilva qilar kamalak, taomingdir sumalak, qirda alvon lolalar, aytar qo'shiq nonalar, majnun tog' sochin silar, keldingmi bahoroyim, yurtimga tinchlik tilab, keldingmi bahoroyim, tongda bulbul xorishi dillarga orom berar, chehralari yorishib, qizchalar yalpiz kelar, bizlarga rizq ro'z olib, keldingmi bahoroyim, elimga Navro'z olib, keldingmi bahoroyim. Gullaringdan bolig'ib asal ari ichadi, sog'ingan dil tashnaqar buloq suvin ichadi. Keng dunyoga hur bo'lib, keldingmi bahoroyim, jannatlarda hur bo'lib, keldingmi bahoroyim. Har ohangi ming bir jilvakor, bir og'in qilmaydi takror, qo'shiq ilmi ham ilmi ash'or, merosidir kuylarimiz bor. Duet sinfimiz yigit qizlar ijrosida marhamat. Sensiz sevmeden ko'ngillar,
tomosha qiling, sahna yarashish. Voy, mana buni ishini qara. Voy, ko'zingga qara. Nima uchun men tarafga qarab supurayapsan? Falokatingni men tarafga qarab supurma. Men xohlagan tomonga qarab supuraman. Xohlasam bu tarafga, xohlasam bu tarafga qarab supuraman. Sizning ishingiz bo'lmasin. Mana kam bo'lsa. Voy, jinni bo'lganmi bu? Nima jinni dedingmi? O'zing jinnisan. Seni ko'rsam allergiya bo'lsin, boshimga og'riq keladi. Voy, meni ko'rsa allergiyasi qo'zib, boshiga og'riq kelarmish. Sen o'zingni bil. Qorong'ida yuradigan ko'rshapaloqni o'zisan-ku, baxil. Hali meni qorong'ida yuradigan ko'rshapaloqqa o'xshatdingmi? O'xshatmasdan uchratmas deydilar-ku. Voy, kelin poshshalar, to'xtanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima degan gap bo'ldi? Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka ko'tariladi. Sizlarnikida esa har kuni janjal. Axir shu bugun urushmanglar. Bugun Navro'z bayrami. Bu umumiy bayramda urushganlar yarashadi, qarilardan xabar olinadi, hamma xayrli ishga qo'l uradi. Sizlar ham hadeb urushmasdan ota-onangizdan xabar olsalaringiz bo'larmidi? Xo'p. Qani tezroq men oldimda yarash qilinglarchi. O'zim ishni boshladimi? O'zi yarashsin. Men ham bu bilan yarashga ko'zim uchib turgani yo'q. Qani tezroq. Keling, Ovsinjon yarashamiz. Yuring, bujon choy qilib beramiz. Ashula, Bahorim, Melqulov, Hamroqulov.
qo'noqlar va zukkolar. Gar shu gulda o'tirardim anqayib, oldimda bir ko'za chiqdi to'nqayib. Gar shu gulda o'tirardim anqayib, oldimda bir ko'za yotar to'nqayib. Ko'za uchun qaray desam enkayib, kulcha misol gullar yotar yalpayib. Bog'chalar dilim poralar, bu dardimga yo'qmi choralar. Ulgurmasam yuzim qoralar, pampers tanimda yayrar. Bordim sening har xil razmering, bolalarga ko'p foyda berding. Qarasam meni taqkin berding, pampers tanimda yayrar. Zindiqqa gar sho'xdan ko'ra, kel pampers jon tanimda yayrar. O'zimda qolmasam ham sinab, chaqib qo'ying menam bir yayray. O'yna go'zal, o'yna zo'rabot, sen o'ynasang o'ynaydi somon, sinfimiz qizlar ijrosi raqs. Sen haqingda o'ylab, darvozang bo'yda, dardlarim so'ylab kechayu kunduz. Sen haqingda o'ylab, darvozang bo'yda, dardlarim so'ylab kechayu kunduz. Yashasam onimda, mening jonimda, bo'lgin derman yonimda kechayu kunduz. Yashasam onimda, mening jonimda, bo'lgin derman yonimda kechayu kunduz. Yulduzlarday sochilib, zulmatlarni qochirib. Yulduzlarday sochilib, zulmatlarni qochirib. Yurgin deyman ochilib kechayu kunduz. Yurgin deyman ochilib kechayu kunduz. Ko'ngil son ko'zlar, sadoqatdan so'zlar, vasin qumsar bo'zlar kechayu kunduz. Ko'ngil son ko'zlar, sadoqatdan so'zlar, vasin qumsar bo'zlar kechayu kunduz. Sen haqingda o'ylab, darvozang bo'ylab, dardlarim so'ylab kechayu kunduz. Yashasam onimda, mening jonimda, bo'lgin derman yonimda kechayu kunduz. Yulduzlarday sochilib, zulmatlarni qochirib. Yulduzlarday sochilib, zulmatlarni qochirib. Yurgin deyman ochilib kechayu kunduz. Yurgin deyman ochilib kechayu kunduz.
ochilib kechagi kunduz yurgandayman ochilib kechagi kunduz sen haqingda o'ylab qiziqarli o'yin yordam 3 ta bola kerak. Mana bu yerda ikkita olma 10-A sinf va 10-B sinf qizlari archilaydi. Ikkala o'quvchimiz ham g'olib bo'ldi. Ashurlo Qurbonov raqsida Xolmirzayev Rohila.
omon bo'l omon boshimizda baxt kulgan zamon boshimizda baxt kulgan zamon Savolni olganlarni davraga taklif etamiz. Navruzda si harfi bilan tayyorlanadigan, boshlanadigan 7 xil taomni nomini ayting dedi. Meni bilganlarim sumalak, somsak, suzma, so'zma, sarimsoq piyozdan tayyorlanadigan somsak, keyin bahor salati, nechta bo'ldi? Salat. Yana ikkita yo'qmi? Salat. Sirgurich. Rahmat. Qolganlar Avvalambor assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hamkasblar, farzandlarini orqasidan yo'qlab kelgan onaxonlar. Hammalaringizni Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan qutlayman. Mana menga berilgan savol, Navro'z bayrami munosabati bilan kimni qutlamoqchisiz va nima uchun? Navro'z ayyomi bilan men onajonimni qutlamoqchiman. Mana hammamizni shunday voyaga yetkazgan, albatta birinchi navbatda biz onajonlarimizni qutlaymiz. Bizni mana sizlarni ham onajonlaringiz chiroyli bo'lib, ajoyib bo'lib, men kabi ona bo'lib qutlamoqchi sizlarni. Rahmat. Rahmat sizga ham. Savollar ham chiqsin. qilishni xohlardingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Navro'zda hammani ustozlarni, uydagilarni, ota-onalarni, opa-singil hammalaringizni Navro'z bilan tabriklamoqchiman. Rahmat. Yana kimda savol bor? Barchalaringizni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Savol: siz uchun 2013-yil qanday yil bo'ldi? Men uchun juda ham yaxshi yil bo'ldi. Xursand. Juda yaxshi yil bo'ldi-da. Xohlaymanki bu yilgi 2004-yil ham shunday kelishini. Rahmat. Lola ismli qizlarni davraga taklif etamiz. Lola ismli qizlar. Bizga Lola kerak, Lola. Marhamat, davraga taklif etamiz. Navro'z bayramingiz bilan tabriklaymiz. Bizga ya bitta alla yoki lapar aytib berasiz. Alla aytay jonim bolam, quloq solgin alla, baxtimga sen katta bo'lgin, ko'rar ko'zim alla,
sizga. Marhamat, tomosha qiling, duet sinfimiz yigitlar ijrosida. Ekillagan yoshlik chog'da sen oshuding ko'ngil bog'ida. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Shundan beri dilim gayroviy, Nozik kerishmalar aqlimni ololmas, bo'ldi endi hunarlaring o'tmas.
yetar bas, jonimni qiynama bas. Bas bas yetar bas, jonimni qiynama bas. Bas bas yetar bas, jonimni qiynama bas. Bas bas yetar bas, jonimni qiynama bas. Chidagi bahona aytma bo'ldi jonimni obora bas yetar chegarasi bor hisoblarim topilmas oltin olmasa tuzatib bo'lmas bas yetar bas ey sarbenos qaydan olding buncha hayolim parishon etib dilimni sarson etib borimni vayron etish shuncha yetar bas, jonimni qiynama bas. Bas bas yetar bas, jonimni qiynama bas. Bas bas yetar bas, jonimni qiynama bas. Bas bas yetar bas, jonimni qiynama bas. Keyingi navbatimiz bir juft qo'shiqqa ustozlarni, tengdoshlarimizni va barchangizni raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Seni kimler saraladı Akırgına adri hayga saraladı Avuçda seni kimler saraladı Avuçda bir suluga